Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Bugungi videomizda somsa tugishni o'rganamiz. Hop, somsamizga xamirimiz tayyor. Avvaldan qo'ygan xamirimiz. Hop, qiymasini tayyorlab olamiz. Qiymasiga qovoq somsa qilamiz. Qovoq somsani masallig'iga qovoq, ozgina yog' aralashtirdik. Ozginagina mayda qilib to'ralgan piyoz solamiz. Tabga qarab yemaza bo'lsa qovog'imizga ozgina shakar solamiz. Bizning qovog'imiz shirin, shuning uchun shakar solmadik. Buni yaxshilab aralashtirib qiymamizni tayyor qilib oldik. Yana bitta qovoqni xohlamaydiganlarga kartoshka bilan go'sht aralashgan qiymamiz. Buni ham tayyorlab oldik. Kubik shaklida to'g'rab, hammasini piyozimizni mayda qilib to'g'rab oldik. Tuzini soldik. Zira solamiz. Ozgina kashnich urug'idan solamiz. Tabga qarab. Aralashtirib tayyor qilib olamiz qiymalarimizni. Mana xamirimizni yoyishni boshlaymiz. Zuvolachalarimizni ozgina unga botirib olamiz. Keyin ozgina ochib olib, o'rtasini ochmaymiz, chetlarini aylantirib yumshoq qilib ochib olamiz. Chunki chetlari tutganimizda qalin bo'lib qolishi mumkin. Shuning uchun yupqa qilib ochib olamiz. Mana somsani zuvalachalarini ochib oldik, xamirimizni tayyor qilib, endi tugishni boshlaymiz. Mana shunaqa qilib, chetini chimtib dumaloq qilib olamiz. Bundoq qilib birlashtirib, yopishtirib qo'yamiz. Buni boyaga chetini yupqa qilib ochganimizning sababi, yupqa qilishimizning shuti qalin bo'lib qoladi. Shuning uchun bu chetini yupqa qilib ochish kerak. Mana dumaloq somsamiz tayyor bo'ldi. Endi yana boshqachasini tugamiz. Endi uchburchak somsa tugamiz. Uchta tomonini birlashtirib olamiz. Mana yopishtirib chiqamiz. Uchala tomonini qilib, mahkam qilib, ochilib ketmaydigan qilib. Agar bu qovoq somsamiz ochilib ketadigan bo'lsa, ichidan shirasi chiqib, tagida qorayib yopishib qolishi mumkin. Shuning uchun mahkam qilib yopishtirib, mana uchburchak somsamiz tayyor holga keldi. Endi yana bir xil qilib tugamiz. Uchinchi xilini o'rib tugamiz. O'rgan joyimiz ustida bo'ladi. Shunda somsamizni pishayotganda suvi tagiga oqmaydi. Bu qovoq somsaga shunaqa qilib tutgan ma'qulroq. Uchinchi xil somsamiz tuzilishi. Endi to'rtburchak holatida yana bitta tugamiz. Mana to'rttala tarafini yopishtirib olamiz.
ham hamma tomonlarini yaxshilab yopishtirib chiqamiz. Ochilib ketmaydigan qilib. Mana. Buni ham hop xohlasanglar shundoq qo'yib pishirishinglar mumkin. Yoki bo'lmasam to'rtburchak holatda bunaqa ko'rinishda ham qo'ysanglar bo'ladi. Mana somsalarimizni tuzib oldik. Endi ustiga tayyorlab qo'ygan tuxumimizni surib chiqamiz. Shunaqa qilib surib chiqamiz.